O'zimdan o'ylab qarasam, bir ota-bobolarim oshpazmi yoki povurmi yoki tandirchimi, kimdir bo'lmaganmikin deb o'ylab qolaman. Chunki meni qiziqishlarim juda ham ajoyib, g'aroyib. O'zim shu xamir ustida juda ko'p ishlaganman. Mana shu xamirimni yana bitta test qilish uchun tandirda bugun somsa yopib ko'ramiz. Ishoninglar, men birinchi marta yopmayman. Buni oldin yopib ko'rmaganman. O'zimga ishonib shunaqangi katta porsiyada yopdim, lekin alhamdulillah zo'r chiqdi. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, qanaqa rezultatlar bo'lganda sizlar bilan bo'lishib ketaman. Birinchi bo'lib mana shu somsa xamirlarimni qilib ozgincha tindirib oldim. Keyingisi bo'lsa oyijon bu yerda nachinka tayyorlab turdilar. Adajon bilan xo'jayinim tandir yoqib qizdirib turishdi. Adajonni ozgina o'pitlari bo'lgani uchun ulardan maslahatlarni oldim va ko'rinishda shunaqa qilib chiroyli qilib somsalarimni to'gib oldim. Tandir qizib bo'lgandan keyin bir ro'ga suv sepib berdilar Adajon. Keyin bo'lsa somsalarni ichiga terib tashladim. To'g'risi oson ish emas, qo'linglar ozgincha kuyadi, lekin rezultati shunga yarasha bo'ladi. Endi baho berib ketinglarchi, qalay chiqibdi birinchi martasiga yopishga.